Assalomu alaykum hammaga. Bu kanalda biz HTML, CSS, JavaScript orqali zamonaviy veb saytlarni yaratishni o'rganamiz. Agar siz ham noldan veb dasturchi bo'lishni xohlasangiz, unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Unda sizlar bilan HTML, CSS ni biroz tushuntirib ketaman. Qani, bo'lmasa ketdik. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun Chrome'ga kirib olamiz. Menda ochilgan turgan ekan. Mana. Masalan, qaysi? Mana shu dastur bo'lsa, ya'ni misol tariqasida tushuntiryapman. HTML, CSS, JavaScript. Kelinglar shuni mana shu birinchisidan tanlab qo'yaylik. HTML bu odam misolda tushuntiradigan bo'lsam, bu skeleti, ya'ni o'lik qismi deganda, ya'ni jonsiz qismi foydalanuvchiga ko'rinadigan joyi, ko'rinmaydigan joy, ya'ni ko'rinmaydigan joy. Bu skeleti. CSS esa rang. Bu rang berib, chiroyli qilib formaga keltiriladi. JavaScript masalan tugmalarni bosganingizda yoki biror narsalarni, masalan uyda chirog'ini bosganingizda yonadi, yana bossangiz o'chadi. O'sha JavaScript. CSS, HTML bu uchalasi hamisha birga yuradi. Ya'ni JavaScript bo'lsa, HTML bo'lsa, CSS yo'q bo'lsa, bu ishlamaydi. Qani, tushib ketdim. Yoki HTML bo'lib turib, CSS bo'lib turib, JavaScript bo'lsa, u umuman ishlamaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Bu uchalasi ham birga yoziladi va birga qilinadi. Sizlar bilan ozroq tushundingiz degan umiddaman va bitta misol ko'rib ketaylik. Masalan, hozir bitta papka yaratib olamiz. Papkani nomini web dastur deb yozamiz va papkani yaratib olgandan keyin mana Visual Studio Code bor. Bu ya'ni programma, buni skachat qilasizlar. Web dasturni buni ichiga tashlaymiz va o'zi ochiladi. Yangi buni bitta bunday qilib olsak, buni o'chiramiz. Bu ham shart emas. Va bu yerda ikkita narsa bor, ya'ni bizga kerakli narsa. Bu papkani bunday bossak, bunga HTML, CSS, JavaScriptlarda nomlarini yozsak bo'ladi. Bu papka esa ularni bitta qilib joylashtiradi. Masalan, buni bosdik. Index HTML. Enter. Mana chiqdi bu. Index chiqdi. Yana bosamiz. Style CSS. Mana bu ham chiqdi. Keyin app.js. Bu app.js ya'ni JavaScript qisqa shaklda yozilgan. Enter bossak, uchalasi chiqdi. Nimaga index deb yozyapsiz? Nimaga style deb yozyapsiz? App.js deb yozyapsiz? Nimaga deyotgan savollar bo'lsa, index bu hamma o'zini nomi, HTML, CSS, JS ham o'zini hammasini nomi bor. Ya'ni bu boshi, mana saytga kirganda boshi index, style yoziladi, app.js. Indexga bossamiz, indexga bosgandan keyin mana bunday qilib bitta bossak, mana kod chiqadi. Bu ya'ni body nima tushuntirib ketadigan bo'lsam, bodydan oldin titelda tushuntirib ketaman. Title bu ya'ni mana live server qiladigan bo'lsak, title bu mana dokument, tepasidagi saytning nomi, dokument. Mana bu yerda ham dokument turibdi. Agar buni o'zgartiradigan bo'lsak, masalan, web dasturchi. Web dasturchi o'zgaradi. Mana index HTML, web dasturchi. Bu yoqqa xohlagan narsalarni yozsa bo'ladi. Любой точkadan tortib xohlagan narsagacha. Title ketdi. Endi link bor. Link CSS. Ya'ni bu link CSS ga
ulab beradi. Bu nima deganim? Indeksda skelet qismini CSS ga rang berib, saytni chiroyliroq qiladi. Masalan, bitta misol qilib ko'rsatadigan bo'lsam, masalan, meni mana birinchi qilgan saytim mana juda ko'p. Bu joy mana index html. Ya'ni bu yoqqa CSS ulangan. Live server qiladigan bo'lsam, mana. Ya'ni meni birinchi masalan PDP ga kelishimdan birinchi video qilishim endi sal hayajon bosadi. CSS mana qo'shilgan. Agar CSS o'chirilsa-chi? Mana CSS ni o'chiramiz hozir mana. Kommentariyaga qo'yib qo'yamiz. Mana o'chirilsa mana holat. Hech narsa chiqmaydi, rang-pang, hech narsa chiqmaydi. Buni ham tushunmayapman desalaring, yana bitta hozir sayt bor. Tak. Kart uy, mana shuni ko'rsatay. Mana index live server mana 3 ta sayt qilingan. Bo'lsa lekin ishlamaydi, chunki JavaScript hali o'tilmagan edi u payt. Endi CSS ni o'chirib tashlayman. Buni yo'qotamiz, kerak emas. Mana CSS ni o'chiramiz. Qanday holatga kelishini ko'rasizlar. Mana. Mana shunday holatga kelib qoladi. Ya'ni mana shu qism, hozir CSS ni o'chirdim, ya'ni shu skelet qismi. Agar